Assalomu alaykum barchaga. Kanalimga xush kelibsizlar. Bu videoda video plyusdan ko'rganingizdek, bir oy challenge qilmoqchiman. Ya'ni ikkita sayt mavjud. Ikkita sayt orqali bir oy ichida hech qanaqangi pul kirgizmayman. Faqatgina o'zi saytda o'zida levellarimni ko'targanman. 1 yil, 1,5 yil davomida o'ynab va endi bir oyda qancha so'm ishlayman mana shu saytdan buni hisoblab ko'rmoqchiman. Xo'p, bizga buning uchun mana bu Trompik sayti kerak bo'ladi va Dojapik sayti kerak bo'ladi. Trompik saytida ko'rishingiz mumkin. Bu saytni bilmaydiganlar uchun kanalimda videolar ko'p. Hozir ham qisqagina tushuntirib o'taman. Saytda ro'yxatga o'tasizlar. Ro'yxatga o'tgandan keyin biz har soatda mana bu yerda levellar mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Mana Stone, Iron, Bronze, Silver, Gold va Master levelgacha ro'yxatga o'tasizlar. Ro'yxatga o'tgandan sizlarda Stone levelda bo'lasizlar. Har soatda biz 0.05 trondan ishlab borishimiz mumkin bo'ladi. Men hozir Silver leveldaman. Har soatda 0.06 trondan ishlayman. Sharti juda ham oddiy. Har soatda kirib, mana bu yerda verifyni bosasizlar. Ya'ni captcha avtomatik tarzda verifikatsiya bo'ladi va claim bosiladi va aytilgan summa bizning hisobga qo'shiladi. Ko'rganingizdek, mana hisobimda hozir 7 ta tron bo'ldi. Mana tepada hisobimiz yozib turadi. Dojapik sayti ham xuddi shunaqa bir xil sayt hisoblanadi. Bu saytda ham ko'rishingiz mumkin. Hisobimda 6 Dogecoin mavjud ekan do'stlar. Xo'p, bir oy davomida biz bu saytlardan pul ishlashga kirishamiz. Xo'p, sanani ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana 3-iyun do'stlar, ya'ni yozning 1-oyi va 3-sanasi do'stlar. Keyingi oy asosan mana shu 3-sana atrofida videorolik qo'yaman mana shu YouTube kanaliga. Ko'ramiz qancha summa ishlanganini do'stlar. Bu challenge'da men hech qanaqangi bu saytda o'zining o'yinlari mavjud. Mana shu o'yinlarni o'ynab ham biz pullarimizni ko'paytirsak bo'ladi. Mana shu saytdagi yoki yutkazib qo'yishimiz ham mumkin. O'shaning uchun bu o'yinlarni o'ynamayman. Faqatgina har soatda kirib mana shunaqa narsani claim qilib boraman do'stlar. Ko'ramiz saytda o'zidan qanchalik ko'p pul ishlay olaman ekan. Albatta bu bir oy davomida hisoblab boraman do'stlar. Siz ham bu narsadan foydalansangiz bo'ladi. Bu saytlarning silkasini video kommentariyasidan topsangiz bo'ladi. Saytlardan men pul chiqarganman. Misol mana Dogecoin saytiga kiradigan bo'lsak, bu saytda o'zidan juda ham ko'p marotaba pul chiqarganman. Mana obunachilarim biladi. Bu saytda men ko'p marotaba videorolik qilganman. Umumiy hisobda do'stlar mana shu sayt o'zidan $150 ga yaqin pul chiqarilgan do'stlar. Minimal pul chiqarish albatta bu yerda 10 Dogecoin tashkil qiladi. Keyin do'stlar bizga Trompik sayti ham xuddi shunaqa. Bu saytdan ham pul chiqarganman. 5-6 marta bo'lishi kerak menimcha. Hozir pul chiqarish bo'lmay o'tamiz. 2 marta pul chiqargan ekanman do'stlar. Umumiy hisobda $15 bu saytdan chiqarilgan. Xolos, sayt silkalari video kommentariyasida, video opiniyasida bo'ladi. Bemalol o'tib, siz ham mana shunaqa pullarni ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Saytda level ko'tarish uchun do'stlar mana shu ko'rsatib o'tgan o'yinlarni o'ynashimiz kerak bo'ladi. Sayt ichida mana shu o'yinlarni o'ynasak, bizning оборотimiz oshib boradi. Mana bu оборот, mana bu joyda оборот yetganda bizning mana bu narsa, ya'ni foiz to'lib boradi. Mana shu foiz va biz keyingi levelga o'tamiz do'stlar. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bir oydan keyin uchrashamiz do'stlar. Hammaga rahmat.